Afsuski, Kolizeyga bag'ishlangan qism tugadi, lekin vlog tugagani yo'q. Shuning uchun uzoq ketib qolmaydi. Ana endi bilmadim qayerga ketayotganimni. Kelmagan, yurmagan joylarni yuraman. Chunki bugun teki hamma joy aytsam, bilmadim qayerga ketayotganligimni, lekin odam ko'p, hamma joy, hamma shu yoqqa ketibdi. O'shanga mana odamlarning orqasidan sekin boryapman. Kirsa bo'lsa, menimcha kirsa bo'ladi ichkarisiga. Kolizey shuni yonginasidagi Rim imperiyasidan qolgan qoldiqlar. Mana shu yoqqa chiqamiz va sekin ketamiz. Qorin yo'lsa tataladi. Nima ekan? Okay, tekis Roma. Holders. Okay, menimcha o'chirib turib oldim. Tushib oldim oqimga. Endi bu yog'iga nima desam, tepasiga chiqamiz, ko'ramiz. Keyin Rimni tepasiga chiqib, Rimni Kolizey yonida tepaga chiqadigan joy bor. Shu yerdan bitta takoy video qilaman. O'sha meni sevimli ko'cham orqali forumni ko'rsataman. O'rtoqni qaros. O'sha sevimli ko'cham bilan yurib, oq forumni ko'rsataman. Va ovqatlangani boramiz. Oy, meni rakqil. Mana da. Va ovqatlangani boramiz. Iroqliklarni shawarmasini yeymiz va shu bilan kunga yakun yasaymiz. Okay. Ketdik. Yengilini biri, ikkinchisi chingda bo'lmaydi. Men bu biletdan korоче ko'p joy kirsa bo'larkan Kolizeyga va Kolizey yonidagi nimaga Foro Romano Palatino ikkita joy kirsa bo'larkan. Tak что bir degan ikkita quyonni uramiz. Xo'p, mana Rim imperiyasi qoldiqlari oyog'im qichib qoldi. Okay. Rim imperiyasi ruinalar, ya'ni qoldiqlari. Prям ichiga tushibman lekin. Bu yerda yosh bola TikTok olib yotibdi. Va ota-onasi ularga yordam beryapti. Aytganimdek biza muhokama qilmaymiz desam, men tepa yo'q. Ikkita paxta ko'rsatgan edi. Ishqirim, mana mashit yursa bo'ladi. Aylaning. Lekin bu yoqqa ovqatlanib kirish kerak edi. Mayli endi. Sal kechroq qilamiz. Okay. Tepaga chiqamiz. Keyin pastga tushamiz. Ci sta, perché si sente che quello è il tuo carattere. Bu nima? Bu tipa arka. Bu ko'rsatgani boshqa arka edi. Rim Kolizey ichidan ko'rsatgani. Tarixchilarni joyida, lekin tomirga tushadi. Tarixchilar bu yoqqa keladigan bo'lsa. Afsuski biz tarixchi emasmiz, lekin sal bo'lsa ham ma'lumot kelganmiz. Uncha unaqa ko'p emas, yuzaki. Okay, Foro Romano ekan. Tepa Palatino. Okay, Palatinoga chiqamiz. Tepadan ko'rsataman sizlarga. Okay, tepaga boshlanib, o'tdaligini haqida borish bilmasdan. Kolizeydagi okay, dumaloq, krug qilasizlar. Pastga tushasizlar, krug qilasizlar, все bo'lib chiqib ketasizlar. Bot, lekin u yoqqa borsangiz ham nimadir, bu yoqqa borsanglar ham nimadir, короче, bu bog' bor. Bog' bo'lgan ekan, Amir Temur bog' bo'lgandek. Men charchadim. Ota-onalar majlisi bor pastda. Faqat onalar kelibdi. Wow. Bunaqa narsa kutmagandim lekin. Va shuni o'ng tomonga qarasizlar, bu yog'i daraxtda o'rik emas, apelsin o'sibdi. Hech kimga qiziq emas bu yerda. Lekin yeb bo'lmaydi.
usvosang bo'lmaydimi deb aytishinglar mumkin Chilida yoki kommentda. Lekin bularni yo'maysizlar-da, ani nordon bo'lib yotibdi. Posti juda qalin, pishmagandek bo'lib turaveradi, o'lsin. Nordondan nordon. Lekin men mana bilmagandim, men buni qaraylik, gumbaz ko'ptaligini. Bu yoqqa ham boramiz. Hozir aytaman, boshim aylanib qoldi. Nima qilishni bilmay. Bitta mamti Saroycha, yo apelsin bozor, pastda suv fontan. Bolalar bir-birini suv sepib yotibdi. Вообще mazza lekin. Rimni bunaqa zo'r Rim, lekin bu darajada zo'r deb o'ylamagandim. Ahmoq bo'lgan ekanman. Shuncha yakshanbalarni o'tkazib yorib, shuncha oyni birinchi yakshanbalarni o'tkazib uyda yotganimdan. Bundan kelish kerak ekan bunaqa. Zo'r havoda aylanib. Вообще mazza lekin, tekin yana. Nima qilishim xudo biladi, o'tirib. Ya tualetga o'chirdik. Uzr bilmay qolman. Atak o tepadan yoqadi-yu bunaqa. Manzaraga tomosha qilib turish. Nima bo'lyapti? Yo. Nima bu? Nimasan? Ayt nimasan? Undan ham baland nuqta. Okey, boshlaymiz. Kolisey. Gumbaz. Nima bu? Men aytayotgan oq forum yonidagi Porta Romana. Agar ishlatgan bo'lsam. Damn, boy. Mana sizlarga Kolisey o'sha yerdan chiqib, mana arkaga kirasizlar, eslatishdi. Mana sizlarni orientiringlar bo'lsin. Chiqasizlar, mana bundan chiqasizlar, bundoq yurasizlar, bundoq kelasizlar, mana bundan kirasizlar. Mana qaranglar. Guarda, sembri delle persone piccole. Sa parlare con te, ma sono già Pastda Rim imperiyasi qoldiqlari. O'ylagan nerealni joydagi Carina ha preso il gendarme. nerealni Kolisey, arka, gumbaz. Men yoqtirgan ko'cha, Rim imperiyasi qoldiqlari, Rim forumi. Qui a Roma c'è tanta gente con quel problema che chiedi ausilio, c'è tanta gente. Ota-onalar majlisi tugadi. Qarshilik vazirlik boshlig'i. Non è che sta prendendo qua, è diverso. Vabbè. Andiamo? Mana buni bahaybatligini qaranglar, gumbazni. Gumbazmisan? Gumbaz. Borku. Transformer mashinada olinmaganmi? Cho'ta uzr agar ko'p kinolarni e'tibor olgan bo'lsam, lekin men buni bahaybatligiga qaranglar. Gumbazmi bu, nima bu? Transformerlarni yo stankasimi? Kim tushuntirib bera oladi menga? Nimaligiga? Qoppaligini qaranglar buni, ha? Bu niyaga sig'dirib bo'lmaydi, buni qanaqa qilganim. Tipib yo'q, sahnam nimadir bo'ladi menimcha, konsert. Lekin men tepadagi men tumolog'iga qaranglar. Nima bo'lib qolsa bo'ladi, bormi? Chiqsa bo'larkan, olib yuribdilar o'rtada, sahna o'rtasida. Nima bu? Вообще miyaga sig'dirib bo'lmaydigan narsalar-yu. Insoniyatni qo'lidan shu narsa kelsa, endi o'lur Ilohdan qo'lidan nimalar keladi. Lekin
boya u mamp dedim. Hozir ko'rsataman yaqinlashtirib. Bu mana mamp dedim, tepalikda o'sha yerdan bu yoqni ko'rdim. Pastga tushdim. Mana tepalik. Mamp tepa. Tinni bo'lib qoladi bu tepaligi. Dal yuramiz. Mana yo'l ichkarida takoy bog'ida yuramiz. Rim imperiyasining qoldiqlarining ustida Yuliy Sezar bosib o'tgan qadamlarni biz ham bosib o'tamiz. Va ovqatga boramiz. Ovqat. Ajoyib. Mana bu daraxt. Daraxt nimasi bu? Subhanalloh. Vay, go'zallik. Mana bu daraxt qaranglar, ajoyibligi. Mana shu daraxt nimasi u? Shundoq quchoqlab olgan. Tepadan osmon go'zal. Go'zal yam-yashil daraxt. Va Rim. Bunaqa kombo chiqadi yo'q. 이런 거는 르네상스 때라는 Xo'p, mana sizlarga Rim imperiyasi qoldiqlari va u yoqda men yuribman. Okey, biz haykallar. Burni yo'q opani. Opani burni yo'q. Opani boshi yo'q. Okani tanasi yo'q, nima bo'pti? Opani boshi ham yo'q, qo'li ham yo'q. Bu nima bu? Ko'pini boshi yo'q, boshidan tanasi judo qilingan. Endi bilmadim sababi nima. Okada suhbat bor, shop ko'ryapti, soxta emasligiga ishonaveringlar. Original Xitoy mahsulot emas. Wow. Go'zal. Opa qilmang. Yo'lingizga qarang. Ajoyib. Foro Romano, Loro Piano. Если что, Рим o'rtasida. Wow. Tepadan zo'r, pastdan undan ham zo'r. Wow, mana qaranglar. It's really good. Yeah, it is. It is really good. Yap. Yo, lekin oru. Mana bu haqiqiy qoldiqlar Rim imperiyasidan. Rim imperiyasini juda nimasi ustma-ust qurtashavergan. Hozir fokus to'g'rilaymiz, yaqinlashtiramiz. Bu birinchi qavat, bu suv ustiga yana qurgan, ustiga qurgan va yana tepada paydo bo'lib qolasizlar. Bir-birini ustiga quravergan. Aytishadiki, shunaqa internetlarda memlar bor, ya'ni hazillar bor. Rimdagilar metro qaziyotganida bir minginchi marta Rim qoldiqlarini oldidan chiqarishi deb hazil bor. Kovlagan sari nimadir tushib kelaveradi yengi. O'shaning uchun joniga degan. Rimdagilarni ham qazish uchun qazib qo'ysa, yana nimadir chiqib keladi.
narsadan ham qoldiq, imperiyadan qoldiklar yoki qanaqangidir tarixiy biror bir narsa chiqib beradi. Shuning uchun bular charchagan, shunga hazil qilishadi. Unda qo'lasang nimadir topasan deb. O'sha tarixiy binoning tomi bo'lishi mumkin. Kimdir suyaga chiqib berishi mumkin. Shunaqa juda boy. Mana shu boy imperiya bir paytlar bo'lgan imperiyani qoq markazidami? Ajoyib. Mana shuni yaqinlashtirib ko'rsanglar, yani tarixchilar gaplashyapti, kimdir o'lgan, kimdir tirilgan deb. Biz esa ma'za qilib yuribmiz. Nima bo'lyapti? Ne? Suv bormi deyman, nimadir bo'lsa kerak. Hop, shikoyalanam bor ekan. Ana sevimli ko'chamiz shuni chap biqinidaman, deyman. Lekin ma'mur ekan, buyukligini qaraylik buni. Turishi gapiryapti-yu. Bu narsani mana. Turishi gapiryapti buni, turishi. Obromin forum. Mana keysizlarga informatsiya. Caesar, Augustus, короче, forum bo'lgan, juda ham katta joy bo'lgan va juda ham katta ahamiyatga ega. Ana o'sha 1-asr, 2-asr, kerak bo'lsa miloddan avvalgi o'sha yerda nima bo'lgan, qadr oshirgan va juda ham ko'p imperatorlarni ko'rib o'rgan joy. Ulardan eng mashhurlari Caesar, Augustus va boshqalar. Menga ham такой yoqdi, lekin yoqib tursa bo'ladimi? Вот эти вот колонны. qadimiyligini shu yerdan his qilsanglar bo'ladi. Shu nima bo'lgan, o'chib ketib, uyda g'ira-shira ko'rinarli bo'lib qolgan. Bo'yoqlar, rasmlar, devorga chizilgan nimalar. Bu muzeymi, nimadir bor ekan. Wow. Nima bu? Qayoqqa kelib qoldi? Ketgim kelmayapti endi bu yoqdan. Chiroqlarga degan gap yo'q. Shu yerda Registonmi bu yoq? Qayoq oldi? Ko'zi. Yo'lni bor ekan. Nima qilishgan bilmadim. Yursa yuraveradi odam. Oyoqda oyoq qolmadi to'g'risi. 3 soatdan beri yuribman.
Soat 1 bo'pti, 1dan 5 minut. Va 11:30 degandim soatda aytganimda. Yarim, 1,5 soatdan beri yuribman mana bunaqa. Voy lekin. Qayerga ketaman bilmadim-ku. Ketaman deyish qilib. Bir kelganda planni bajarib ketaylik. Mana bunaqa olmasligimning sababi orqada odamlar tushib qoladi, keyin gapiradi. Ne olsan deb shunga yoqasdan olaman. Qo'l charchab ketadi bundoq. Tepadan olsam. Shuncha ham bor onada. Lekin harakat qilaman. Qo'limda tekis ushlash kerak. Mana qaraydi. Quyosh. Endi-chi, wow. Tepa chiqsa bo'lar ekan. Bilmayman nechinchi saj yuribman, ish qilib yuribman deb. Mamchi bu tepaga chiqib, mamki chiqib ketar ekan. Bu yoqqa chiqdim o'zi. Kerak emas. Bunaqa sekin chiqib ketamiz ko'chaga. Da to'g'ri yuramiz. Go'zallikda tengi yo'q bu Rim. Wow, mana tam zo'r ekan такой. Hatto genishli joy. Mana esi что telefonda rasmga olamiz. Дорож, Vahşi zo'r lekin. Bo'ldi, rasmlarga oldim. Men Braziliyalik deyaptim. G'irt o'zbekman. Mo'ylo bilan soqolga Latin Amerikalik bo'lib qolmayman. Cho'ta yomon olov bilan o'ynash to'g'rimdagida. Chayka bor-ku, chayka. O'shanga chipa qo'lini cho'zyapti. Baq cho'q olishi bor. Tumshug'misan, tumshug' qo'yyapti. Bolasi ekandek ekan. Qo'rqinchli ekan. Yetar suvi. Istansa maslahat beraman. Ecco rossa. Tamam, pasni deb. Nima qilish vaqti non berishmoqchi. Cho'q uyda. Cho'q 200 dollarlik ko'z ketdi. 2000 dollarlik bo'lsa-ga. Lekin kamera vashib zo'r ko'rsatyapti lekin. Bu yerda ko'zinglar bilan ko'rsa bunaqa effekt emas, lekin to'g'risi osmonni bunaqa yarki qilib, mapda o'tlarga takoy o'ziga yarasha bir tuz sepib qo'yib, вообще lekin kamerasiga mazza bo'pti lekin. Lekin ko'z bilan ko'rgan ma'nosi boshqacha. Kattaroq ko'rasizlar, bor. Bundan misol uchun ushab ko'rasizlar. Boyagani ikkita parishkaga o'xshab, rost originalmi yo'qmi deb. Wow. Kameraga kamida mana shunaqani tilayman. Kamida bo'lmadi deganda, o'ldim deganda, kamida mana shunaqa joylarga kelib, shunaqa chiroyli havoda, chiroyli joyda, chiroyli mamda bitta og'aynim, bu ikkinchi og'aynim bilan, ya'ni inglizcha desa chiroyliroq chiqadi. Kim bilan aylanmoqsan desa davom etaman. Me, myself and I, 3 people deyman. Ya'ni uchchi, men, man va
man. Chiqishga keldik, bo'ldi. Odamlar Kolizey tepasiga chiqamiz. Ne, Kolizey oldidagi. Bundan bitta takvo video qilaman. Pastga tushaman. Men aytgan sevimli ko'chadan ketamiz va kabob yeymiz, kabob. Xo'p, Rimga keladigan, sayohat qilib keladigan yoki ko'rishga keladigan odamlar uchun bir ikkita tavsiyalar. Bir, qulay oyoq kiyim. Chunki yo'lda bunaqa tosh bo'lib yotibdi. Bunaqa yo'lda qulay oyoq kiyim обязательно kerak bo'ladi. Ikkinchisi qulay kiyim albatta. No endi qizlar nomidan gapirmayman, fotosessiya uchun chiroyli kiyinishim kerak deyishim mumkin. Okey, пожалуйста, kiyinglar, lekin nima bo'lsa ham qulay kiyim bo'lsin, chiroyli ko'rinsa ham. Bu ikki va uchinchisi albatta suv olinglar. Qish 7-dekabr qayerlarda juda sovuq, lekin Italiyada emas, Rimda emas. Ja unaqa sovuq joy emas bu yoqda. Qor почти oxirgi 10 yilda почти yoqqani yo'q. Rimga ayniqsa. Shuning uchun обязательно suv olib yuringlar, chunki baribir chang'isi. Misol uchun to'la yarim 0.75 millilitrli suvni 0.75 litrli suvni men уже tugatib qo'ydim почти mana. Ozgincha qoldi. Обязательно suv bilan kelinglar va albatta eng muhimi yaxshi kayfiyat, yaxshi energiya. Hamroh bo'lish shart emas. Ko'rganinglarda yurimiz. Ikkita hamrohim bilan ko'rinmas. Mana shu narsalarni olib kelsanglar va albatta telefon iloyim zaryadga o'chmasin, megabayt tugamasin. Mana shu narsalar bilan kelsanglar hech qanaqasiga qiynalmaysizlar va maksimal yaxshi pozitiv tajriba bilan, experience bilan, ya'ni ketasizlar uylarga yoki shahardagi ham, o'qishinglarga ham, ishinglarga ham. Mana shu narsalar sizlarga doim kerak va qorinni to'y qilsanglar, qorinni. Va albatta qorin to'yg'izishda Rimda umuman почти muammo bo'lmaydi, chunki baraka topkur musulmonlar ko'p. Baraka topsin, ko'paysin ilohim. Eng ko'pi albatta Bangladeshliklar. Bangladeshliklar tajribani ko'chib yuribdi, narsa sotib va halol narsadan hech qachon nima qilmaysizlar. Qiynalmaysizlar bu yoqda umuman почти. Albatta ehtiyot bo'linglar. Ayniqsa Italiyada cho'chqa narsani juda ko'p narsaga qo'shib tashlashadi, darajada kerak bo'lsa shirinliklarga qo'shib tashlashadi. Strutto deydi, cho'chqa yog'ini nonlarga qo'shib tashlaydi. O'shanga maksimal ehtiyot bo'lishga harakat qilinglar. Doim ingrediyentlarni o'qinglar, rasmga olinglar, ChatGPTga tashlaylar. Tipa nima bor ingrediyenti, men cho'chqa yemayman yoki animal fat yemayman desanglar, o'zi tam nimalarini buzib sizlarga tushuntirib beradi, terminologiyalarini. Xo'p, men tepaga chiqdim. Buni bir kichigina yo'q bo'lmayapti. Xo'p, hozir men sizlarga bitta life hack ko'rsataman. Odamlarni ko'rasizlar, hali ham o'chirib turibdi. Mana bu yerda o'chirib ketgan. Do'kondan u bo'g'milonga o'xshab borib olgan. Mana bu men sevimli ko'cham, eng Rimda yoqadigan joy. Va hozir mana bu tepaga chiqsanglar, takoy cho'tki vid bo'ladi. Kolizey oldida rasmga tushishga. O'shiga chiqib olib bitta video qilishim kerak. Uni bundan keyingi lavhada qo'yaman albatta. Mana bunaqa dumaloqdan kamera bo'lsa bundoq aylanadi o'zi. Shunaqa qobiliyati bor Osmonni qo'limdagi kamerani. Va tepaga ikki xil yo'l bilan chiqsanglar bo'ladi. Birinchisi juda uzun va juda og'ir. To'g'riga borasizlar, mana bunaqa iloyingiz bo'lib chiqasizlar yoki mana bu shunday metro bor, metroning ichidan bundoq tepaga chiqadigan joyi bor, zina orqali. Va aqlli ishlatamiz va meni gapimga quloq solamiz va metroning ichiga kirib, shu tepadan chiqib ketamiz. Misol uchun mana metroga kirdim. Afsuski bu yerda faqat o'zim ola olaman, pastdan odam juda ko'p, public joydamiz, ya'ni jamoat joyida. Jamoat joyida. Okey, kirib olasizlar. Mana kirib oldim. Metroning ichidan chapga burilasizlar, kirishinglar bilan. Hop, mana nima ham bor ekan. Eskalator. Mana eskalatorga shuni ilib olasizlar. Idog'i 2 minut deganda chiqib olasizlar. Chem naryoga borib, aylanib, tepaga chiqib, charchab qolgandan ko'ra men bitta kallani ishlatib qilgan. Albatta yaxshi. Qo'limni aylanmay. Suv
Xo'p. Mana eskalatorda chiqdim. Okey. Va mana sizga Kolizey. Manaki ho, anaki ho, manaki. Va mana mamyo. Mana mamyoda o'sha forum. Romana forum. Boya ichkarisida yurganim va mana bu ana o'sha Magushsunni Kolizey. Shu yerdan taqib bitta video qilaman. Ikkatamiz. E allora prima si ficcano due, poi si ficcano tre e poi si ficcano. Capito? Dammene 20. Poi me lo posso riprendere. Vabbè, lo mettiamoci in fila. Raga. Se vogliamo Kolizey bo'ldi, Romana forum ham bo'ldi, tepaga chiqdim, videolar oldim va mana sevimli Rimni sevimli nuqtamda, ya'ni ko'chasida yuribman. Bugun yakshanba bo'lganligi uchun menimcha yo'l yopilgan, o'shaning uchun atak bu yoq katta yo'l, mashina yuradi, avtobus yuradi, lekin ko'rib turganingizdek faqatgina odam. O'shaning uchun agar yakshanba, shanba kuni kelaman desanglar, vaqtliroq kelishni tavsiya beraman, chunki odam juda ko'p bo'ladi. Va o'chirtlar ham ko'p bo'ladi o'shanga men vaqtli kelgandim. Bundan vaqtli kelishga harakat qilaman, lekin shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'ldi. Zato Kolizeyni ko'rdim, ichini ko'rdim, tashqarisini ko'rdim, video oldim, undan tashqari Romana forumini ko'rdim. Keragidan ortiq narsa qildim bugun. Shuning uchun wow. Prosta shukr deymiz, Xudoga shukr. Davom etamiz. Va mana shu mana mashtam chotki nuqta keladigan bo'lsa-da, mana bu liniyani o'rtasiga turib olasizlar, ikki yondan mashina yursa ham takoy chotki rasm chiqadi, lekin men bilan shuni yaqinlashtirsam, men uchun bo'lgan oq forum degan oti boshqacha buni. Emanuel ikkinchi qurilgan bir balo degan Google kartaga kirsanglar ham shunaqa ko'rsatadi, lekin men uchun bu oq forum, chunki oppoq va forum. Easy cheesy. Xo'p. Okey, joylashtiramiz, o'zimizga qaratamiz. Fokus deymiz va fokus deymiz. Hozir chap tomoni boya men ichkarida yurgan joyim, Rim imperiyasi qoldiqlari. Men o'ng tomondan yurib, sizlarga o'ng tomonni ko'rsataman, chunki chap tomon pashti ko'rib bo'ldi. Давайте chapdan boshlaymiz, keyin o'ngga o'taman, chunki chap qizuvroq. Keyin o'ngdan endi kimga qaraqa? Ikkalasi ham atak solishtirib bo'lmaydi, shoptoli bilan olman. Bittasi shoptoli, bittasi olma. Mana hozir sizlarga qiziqarli bir narsa ko'rsataman. Rim imperiyasi kuchli bo'lgani, qanaqa boshlanib, qanaqa tugaganini katta xarita orqali ko'rsatib bergan. Okey. Mana bu nuqta ko'rayotganinglar bu Rim imperiyasi, ya'ni bilmayman nechinchi asr, lekin bu Rim imperiyasi endi aytaylik tashkil topdi. Okey. Bahorlar ochib turinglar. Davvero? Xo'p, nuqtadan biz uje sekin kuchayishni, kengayishni va yangi yerlarni egallashni boshlaymiz. Mana sizlarga bu nuqtadan bunaqa kengayib, почти butun g'arbiy Yevropa, Shimoliy Afrika egallanadi. Va даже Buyuk Britaniya ham olgan ekan. Shimoliy Afrika polni qo'liga o'tdi mana hozir. G'arbiy Yevropa, Sharqiy Yevropa, даже Turkiya tomonida, Balkan, Buyuk Britaniya. Tutto Mediterrane degani hammasi O'rta dengizi, ya'ni O'rta dengizini mutlaq hukmronlik qo'lga olgan. Va mana shu hukmronligini eng katta kuchini xuddi Amir Temur Samarqandga tashlagandek, bu Rimga tashlagan va Rimda o'zi yaqqol namoyon qilgan. Ko'rasizlar, his qilasizlar, ushlab ko'rasizlar aytganimdek. Hech qanday nima qilasizlar. Mana shu yerda ichida hozir yuruvdim. 8 odam kam bo'lib qolibdi. Bu mana shu tashqaridan
men yoqtirgan sevimli ko'chani chap biqini. Odamlar yuribdi o'rtada, lekin mana shu ko'chani sevaman. Mana shu ko'chani chap tomoni mana bunaqa manzara. Osmonga gap yo'q ekan. Chap tomonni boy ko'rdim, menchi ko'rsatdim ham ichidan. Tashqarisidan ham ko'rsatdim. Ana endi shuni yo'lni kesib o'tamiz. Albatta o'tayotganda avval chapga, keyin o'ngga, чтобы anaqa odamni urib ketmasligi uchun sal tezlashamiz. Mashina urmaydi, lekin odam urib ketishi mumkin. Men yopib qo'yibdi. Так nичего. Так mana o'ng tomoni mana bunaqa go'zallik. Odam vashi ko'p. Va ko'chaning o'rtasiga yetganinglarda bu plakatlar ilib qo'ygan. Ikkita tomonda haykallar boshlanadi. Boya pastda Romana forumda ko'rsatdim. Ayollar boshi unisi bu yerda Rim imperatorlari bronzadan qilingan, adashmasam. Yoki biron mana bittasini ko'rasizlar mana. Kim ekan bu brat? Sezar ekan. Sezar. Evet Sezar. İmparator Kazarı. Şuna baktık. Doğru da kalite. Ona kalite. Odamni shunaqangi qaraydi, odam ko'rmaganda, maymun o'ynab turgandek qaraydi. Qo'lingdan kelsa, qilsan ham shunaqa bo'lib. Qarama deydi, odam asabimiz. Mana bu Rimma qoldiqlari. Bu o'ng taraf bu yoqda bo'lmaganman. Yo ichkariga ham qo'ymaydi menimcha, odamlarni ko'rmayapman. Restavratsiya ketyapti, narida odamlar ishlayapti ustada. Da. Faqatgina bu yoqqa odam qo'yar ekan, mana bu yoqqa. Hop. Davom etamiz. Hop, nari yoqqa rosa ko'p chiqqanman, bu yoqqa chiqim kelmayapti, chunki vaqt ketadi va ko'p yuraman. Zinasi bor, atak vashi zo'r yog'am. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Oldidan ham ko'rsataman. Tak vashi zo'r yog'am. Bu ko'pchilik Rimdagilarga yoqmaydi. Nega? Chunki Mussolini bu yoqda nutq so'zlagan. Bu Birinchi jahon urushidan oldinmi, keyinmi qurilgan. Buni Mussolini qurmagan, lekin bu Rimni ko'rkini buzadi deb aytishadi Rimliklar, chunki Rimni o'zining rangi mana bunaqa oliv rang, jigar rang, shunaqa rang bo'lsa, mana bu qoqqan qozuda nima tasvirlasa bo'ladi. Как будто hamma joy oliv rangda oppoqqina qilib bu yoqda forum qurib qo'ygan deb shunaqa deyishadi. Ma'lumotlar o'qisanglar shunaqa ma'lumotlar chiqib keladi. Shuning uchun unchasiga yoqmaydi, lekin menga vashi yoqadi. Tipo respublikasiga asos solingan kundan boshlab qurilganmi, hech kim bilmadim. Aniqini bilmayman, shuning uchun bu narsani aniq ayta olmayman. Tamam, ichkarida yurib odamlar pastga tushsa ham bo'lar ekan. Men pastgacha, pastgacha tushsa bo'lar ekan. Tak mayli. Bu shu yerdan ham ko'rsa bo'ladi. Pastga tushdim nima? Shu yerdan ko'rdim nima? Va mana shu Rim mendan atigi 1 soat uzoqda. Bitta poyezdga chiqsam, mana shu joyda paydo bo'laman. 1,5 soatda, 1 soat deganaman, yarim soat bu yoqdan yetib olgunimcha peshqadrom yoki 10 minut metroda. Shunaqa zo'r joyda joylashganman. Men maslahat beraman 100% Romana forumga tushishga, chunki botdan ko'rganinglar 10dan 4 qismini ko'rar ekansizlar tashqaridan. Lekin ichiga tushsanglar 10dan 10 qismini, hamma joyini ko'rasizlar. Bu yoqda men o'ylamayman, shu tushsam bu boshqa narsani ko'rishim mumkin, chunki bu yerda hamma narsa yaqqol. Shuna bilinib turibdi nima qanaqaligi. Так, да, Овант
Mana odamlar yuribdi. Tak, bilmam. Vaqt 1:30 bo'ldi. Qorin asha ochdi. Soat 7:30 da turganman. O'ylaylar 7:30 dan 1:30 gacha ovqatlamasam, quruq suv bilan yuribman-da. Bechara yasamayman endi. Qorin ochdi. Lekin meniki gap yo'q. Bitta rasmni tushirib olay telefonimga. Okay. Olib olindi. Lekin quyosh chiqsa isib ketadi, shunisi bor Italiyani. Rimni ikki bitta ekani. Quyosh nega ertalab quyosh chiqsa ham bab sovuq bo'ladi, keyin isitib oladi, bitta yerga normal bo'ladi. Ustilardagi kurtkalarni yechib, hamma bitta yangi uzunda yuraverasizlar bemalol. Mazza qilib. Da, mana shu ko'cha. Va shu ko'chani bu oxiri Kolizey. Bu oxiri mana bunaqa chiroylikgina oq forum. Ikki tomoni Rimni qoldiqlari, Rim imperiyasining o'ng chap, o'ng. Va o'rtada sizlar yurasizlar, mazza qilib. Sham yesanglar, mashina bo'lib yurasizlar, qirg'ir qilib. Bir turbo motor nimadir deydi. Anaqa tushunmayman o'takda. Hozir ozgincha qoldi. Forumni ko'rsataman. Lekin ham вообще wow dorasizlar, ko'rsanglar. Ko'pchilik bilmas ekan, chunki bir ikkita o'rtoqlarim kelganda aylantirganimda, shunaqa joy bormidi deb o'ylashadi. Bu ko'pchilikni listida yo'q, lekin kelib ko'rishga arziydigan 100% joy. Ko'pchilik Rimga keladi, Kolizey ko'radi, ketib boradi. Yo'q. Rim bu Kolizey, lekin Kolizeydan ham ko'p ko'radigan, qiladigan narsalar bor va mana обязательно listimdagi joy bu, albatta bu Emanuel II nimasidir monumenti. Adashmasam, lekin men uchun bu doim oldin ham, hozir ham va keyin ham oq forum bu qoladi. Rimda doimiy bir konstruksiya ketadi. Endi to'g'rilaydi, endi buzadi, boshqa qiladi. Omma fontan oldin yo'q bo'lardi, bu yoqni ochishibdi. Okay, nice. Endi asosiy targetimiz, asosiy nimamiz bu emas. Buni oldingi qismi. Oldingi qismiga boramiz, bitta rasmni tushiramiz. Mana hozirda yuribdi Vienani nimasini beryapti vibe'ini. Bitta ovqatlanishga boramiz, shu bilan ketamiz. Kun vlog tamomlamiz. Surayyo. Wow. Sizlarga ati asrab turman, bundoq tursin. Kamera chalkashga turib, oldidan bitta ko'ringlar, bo'ladi. Mashinga mana bu o'tkazish kerak ekan. Wow. Xo'p. Ayo sizlar degan umiddaman. Ko'zinglarni bittimda artib oringlar. Ochkinglar bo'lsa ochkinglarni artib oringlar. Va mana sizlarga ajoyib. Kutganmidinglar shunaqa narsa Rimdan? Kolizeydan 2 minut uzoqlikda kutmagandinglar. Bu yoqqa kirishdi ekan. Lekin men ko'p kirganman. O'shanga bugun buni skip qilamiz. Hammalardan uzr so'rayman. Chunki charchadim va qorin ochdi. Lekin mana buni haqiqiy Italiyani zamonaviy arxitekturasini namoyon qiladigan inshoot, bino, maskan desak bo'ladi. Mana qaranglar. Wow. Wow. Ajoyib. Gap, so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bitta qiziq fakt. Bu shunaqangi katta. Hozir bunday yaqinlashtiraman. Otni tegini ko'ryapsizlarmi? Otni tegi shunaqangi kattaki, bu qurib bitkazilgandan keyin haykaltarosh hammani ichkariga taklif qilgan, bitta stol qilgan, banket va ana o'sha paytdagi eng zo'r odamlarni taklif qilgan. Ichkarida banket qilishgan, taklif o'tirib olishib. O'shani ko'rgandim, chiqib qolgandi internetda.
shunaqa lekin juda katta, juda bahaybat, wow deysiz va oppoq mana aytaman u. Boya Rimning rangini ko'rdinglar-chi, Kolizeyning rangidagi va mana shunga papapaq qilib oppoqqina mana bunaqa oq forma qurib qo'yishgan. Atang men uchun bu juda ham zo'r narsa. Endi Rimdagilarga yoqmasligi mumkin. Endi kimga nima yoqadi? Kimdir Lola shaydosi, kim Atirgul shaydosimi nimadir ham deydi-yu. Shu. Atang menga yoqadi bu. Meni ikkinchi eng yaxshi ko'rgan joyim bu mana shu oq forma hisoblanadi. Birinchi ana shu ko'cha va ana shu ko'cha qayoqqa olib keladi? Mana bunaqa go'zal Emanuel ikkinchining inshootiga, majmuasiga. Viens vers sur la rue. Okay. Hop. Endi bundoq qaraymiz. Okay, bu 15 minutlik yo'l ekan. Nice. Bo'ldi, ketdi endi ana kabobxonamga boramiz. Va mayli, sizlarga bitta mantiqdan rasmga olaman. Bitta sizlarga oxirgi kadr bu yoqdan, shu bilan kabobxonada ko'rishamiz. Je félicite une fois les choses. Tamam yo'da, qo'y fantan, odamda. La frase è un po' preoccupante. Короче, aytilgan joyga keldim. Shawarma yedim, arabcha stil ekan. Sportstoni. Okay. Bundoq. Shuni faqat tushunamda hozir. Mana. Shu bugungi kunga shunaqa kabob arziydi.